ay mamacan, ay mama. Sığmayapman alamga, içimdagi dardimni qanday aytay onamga. Palaxmon deb otmasin, aytolmasman orim bor. Men azaldan bo'yamayman. O'sha oldindan Rossiyaga ketganman, keyin boraman, ishlamayman, aylanib kelaman deb dadamni aldaganman-da. Aytda yursangiz, bitta militsiyani nimasiga, mashinasiga ko'zi tushib qolsa ham sal nimaroq odam bitta infarkt, insult oladi-da agar. Aniqda qo'rqadi. Kimda yo'q ekan gunoh, kim farishta, kim oppoq, tiriklikda bo'laga hamma o'zini bilsin. Keyin yana Rossiyaga bordim keyin. Qiziq gap gapiryapman hozir. Albatta. Xursand bo'lib ketganman o'shanda patentim kuyib qolganiga. Endi odam haligi nima katta ketishingiz ham bo'ladi-yu. Men somsa sotamanmi, aylantirib deysiz. O'shanaqa nima ichimdan o'tdi-da, keyin o'zimga o'zim aytdim. Dedim, sen kimsan? Dedim o'zimga o'zim. Shu bir og'iz so'zim qolgan, bo'g'zimda dard tizim qolgan. So'nggi bora qo'ng'iroq qil, senga bir so'z ilinyapman. Tushimda Otabek Muhammadzohid kirdi. Pichadan keyin rosa ahd qildim-da o'zimga o'zim. Endi dedim, qo'shiqlarim, kommentlar keladi-yu, soldatskiy nima qilyapsan, soldatskiy aytma, muzika ham yo'q, falsh aytyapsan deb kommentlar kelganda, endi dedim musiqa bilan yoziraman qo'shiqlarimni dedim. Shu uyimiz bo'lmagan. Uyimiz bo'lmaganligi bitta shu nima xolos-da. Uyimiz bo'lmagan xolos. Biror bir yumush bilan, viqorli yurish bilan, yo yomg'ir tinish bilan o'tarmikan bizni ko'chadan. Oldin qo'shiqchi bo'lishgan, qo'shiq aytishgan ekan, keyin surma chirib qo'yishgan ekan. Keyin hijjachi bo'lishgan. Tez gapirib o'tib ketish uchun. Borganingizdan keyin o'rtada o'zingizni qo'shig'ingizni aytib desangiz, bunday qiladi-yu. Nima qilishni bilmay qolasiz odam. Nima qilay deysiz? Bunday qiladi. Endi sevgi haqida aytsam, shipga qarab, bunday qilib qolishadi. Qizimning ichida nima bor ekan deyishdi. Kutib yurdim o'zi. Oxiri ham chaqirtirdim. Ha, jonajon bo'lsin. Intervyu TV. Hozir. Men qo'limga urib qoldi-da. Ha, sal hayajonlanyapman shekilli. Terlayapman-da chunki. Yo'q, men konditsioner 20 ta ekan, baribir issiqlik qilaveradi hozir men. Boshdan. Quloqim yaxshi eshitmayapti. Ko'kda to'lgan to'lin oy, yerga nurin sochyapti. Qiz yashirib hammadan oyga sirin ochyapti. Ko'kda to'lgan to'lin oy, yerga nurin sochyapti. Qiz yashirib hammadan oyga sirin ochyapti. Ey to'lin oy, ey to'lin oy, yorginamdan darak yo'q. Ertayindin bo'lar emish nikoh to'y. Ey to'lin oy, ey to'lin oy, yorginamdan darak yo'q. Ertayindin bo'lar emish nikoh to'y. Ay mamajon, ay mama, sig'mayapman
alemga içimdagi dardimni qanday aytay onamga palaxmon deb otmasin aytolmasman orim bor meni desa jon berar bir pahlavon yorim bor ey to'lin oy yorginamdan darak yo'q ertayindin bo'lar emish nikoh to'y. Qoyil. Go'zal ijro bo'ldi. Sizni xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Qiynalmasdan keldingizmi? Qiynalmadim, yaxshi keldim. Xudoga shukr. Go'zal ijro bo'ldi. Kattakon rahmat. O'sha hali ham aytib o'tdim-ku, ilk marotaba bu qo'shiqni tinglaganimda, bu qirlarda aytgan ekansiz-da. Qirlarda shu qirlar kabi bir kenglikni bildimda. Qandaydir odamga o'zi men san'atni shunaqa tasavvur qilaman, san'atni tushuntirib bo'lmaydi. Nimaligini, o'zi nimasi ta'sir qilganligini tushuntirib bo'lmaydi. Bo'lmasa boshqa jarayonlarda, boshqa tuyg'ularda yaralgan bo'lishi mumkin-da bu qo'shiq. Balkim u tuyg'ular menga begonadir, lekin ta'sir qiladi. Balkim shu san'ati kuchi ham shundadir. Balkim san'atni qanaqadir til tanlamasligi ham shunda bo'lsa kerak. Go'zal ijro. Tabriklayman go'zal qo'shiq bilan. Rahmat. Xo'p, endi to'g'risi biz uchun butunlay yangiliksiz. Avtobiografiyangiz bilan tanish emasmiz. Siz haqingizda deyarli ma'lumotimiz yo'q. Boshqa uzuq-yuluq intervyularni ko'rdim, loyihalarga chiqqan ekansiz boshqa. Lekin u yoqda ham o'sha bir ko'ngilni to'ldiradigan darajada siz haqingizda bir ma'lumotlar yo'q ekan. Shu bir batafsil gaplashaylik, ko'ngildan gaplashaylik va eng muhimi bir go'zal qo'shiqlaringizdan tinglaylik deb sizni chaqirdik. Taklifimizga yo'q demasdan vaqt ajratib, yo'llar bosib, dovon oshib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Sizlarga ham rahmat chaqirganlaringiz uchun. Rahmat. Kutib yurdim o'zi. Oxiri ham chaqirtirdim. Ha, jonajon bo'lsin. Sizga Instagramdan yozdim, lekin siz o'qimas ekansiz. Ha, komment juda ko'p o'qimayman-da. Hatto ochib ham qaramas ekansiz. Keyin ko'pchilik aytadi-da, ko'pchilik o'zlari chiqadi, iltimos mendan intervyu qiling, men bilan intervyu bo'lsin. Negadir bu narsani ham qanaqadir bir balkim bir o'zlarini ijodida bir boshqa bir pog'onaga olib chiqadi deb o'ylashadimi, lekin bir narsani bilishmaydiki, biz qo'shiq qila olmaymiz. Biz qo'shiq ijro qila olmaymiz. Biz borini ko'rsatib bera olishimiz mumkin xolosda. Va eng muhimi ko'ngilga yoqish kerak-da u ijod. Ba'zida shunaqa holatlar bo'ladi, o'zimiz yaqin do'stlarimiz tarafdan ham endi biz yaqinlarimiz Og'abek Sobirovlarni juda yaxshi ko'rishadi-da. Qara, mana bu Og'abek Sobirovdan ham yaxshi aytar ekan Og'abek Sobirov qo'shiqlarini deyshadi-da. Men aytaman, nima kerak ikkinchi Og'abek? O'zini qo'shig'i bo'lmasa, o'zini bir dardi, o'zini bir yuragi bo'lmasa, sizni eng birinchi o'sha ko'pchilikdan ajratgan holat o'zingizni qanaqadir shu ko'nglingiz va yo'lingiz, o'zingizni dardingiz, o'zingizni ohangingiz bor-da. Keyin meni fikrim, hali u qo'shiqni bu zo'r etyapti, bu bundan zo'r etyapti deydi-yu. U egasida qaytarmaydi baribir-da. O'sha birinchi aytgan ovozi ming zo'r bo'lsin ham, o'sha egasida qaytarmaydi. Chunki u yurakdan o'sha qo'shiqda yashab aytgan bo'ladi-da. U odam uni eshitib turib, qulog'i bilan eshitib, o'shani his ham qilmaydi uni. U qanday yozilgan, u narsa qanday kelgan yo'q-da, nima? Unga u narsalar begona bo'lishi mumkin. Faqat ovoziga e'tibor beradi xolos. Notasiga e'tibor beradi, ovoziga e'tibor. Falsh etmayapmanmi? Bundan zo'r chiqib ketdim. Zo'ri faqat bitta o'sha birinchi kim aytsa o'sha zo'r aytadi deyman. Asl muallif. Undan ortiq bo'lmaydi. Xo'p, o'zingiz haqingizda. O'zim Buncha ana bu shundoq bir gavharlar, marvaridlar bo'ladi-yu, u o'sha toshlarni ostida bo'ladi, boshqa, lekin yillar mobaynida toshlar ostida bo'lishi mumkin, lekin shu bitta chiqsa ham yomon chiqadi-da. Sizlar shunaqa bo'ldi, mana kundan kunga Xudo xolasa ommalashib boryapsiz, kundan kunga. Allohga shukr. Va yana ko'pchilik san'atkorlarga teskari ravishda, misol uchun
qimmatbaho liboslar, qandaydir poytaxtda ijod qilib emas. Xullas, turli xil holatlardan tashqarida harakat qilib ham shu qanaqadir bir bo'yoqsiz. shunaqa. Keyin bo'yoqsiz degan men shu yerda aytib ketay. Men azaldan bo'yamayman. O'sha oldindan keyin o'shanda menda sal yosh o'tgandan keyin qaramasa bo'lmaydi odam o'ziga sal umuman o'zi qiziqmayman. Haqiqatan ayol kishi ko'chaga chiqayotgan bo'lsa necha soatlardir tayyor bo'laman. Men unaqa nimada emasman. Men erkakdan oldin tayyor bo'laman-da. Birinchi dadam aytishadi, nima ayamga aytishadi-da, sen bo'ldingmi deyshadi. Ha, Nodira bo'lmasa birpasda bo'ladi deyshadi. Birpasda tayyor bo'laman-da. Unaqa o'zimga qaramayman. Qaramayman degani bu hali o'zimda nima emas. Yo'q, tushundim. Tabiiylik. Shu. Boricha ko'ringiz keladi har doim. Borimcha. Va qarang, bu siz yutug'ingiz bo'lyapti. Bu yutug'ingiz bo'lyapti. Ana bu ortiqcha harakatlar, shunday bir san'atkorlar haqida eshitganman. Endi bu bor gap. Misol bitta to'yga deylik bir 200 dollarga boradigan bo'lsa, o'sha to'y uchun kiyimi, pardoz, andoz, hamma narsasi o'sha pul bilan teng miqdor bo'lib qolar ekan. Bu qiyin. O'zida u holat juda qiyin-da barcha san'atkor uchun. Xo'p, endi o'zingiz haqingizda. Qayerda tug'ilgansiz? Men Farg'ona viloyati Furqat tumani G'iri qishlog'ida tug'ilmaganman. Nimada? Ko'kdo'ppida tug'ilganman. Navoiyda katta bo'lganmiz, keyin necha yil 3 yoshimda 4 yoshimda ketganmizmikan. Navoiyda ham katta bo'lganmiz. 6-sinfimgacha Navoiyda katta bo'lganmiz. Keyin yana shu G'irida, hozir G'irida yashaymiz. G'iri qishlog'imizning nomi. Shu 1000 yilimda aytganim yo'q hali. Aytmaysiz, xohlasangiz ayting, xohlasangiz. Aytmay qo'yaver. Aytmay, mayli. Shu nimadir sir bo'ldi. Albatta. Xo'p, bolaligingiz qanaqa o'tgan? Qanday oilada tarbiya topgansiz? Nimaga Navoiyga borib qoldingiz vodiydan? O'sha Navoiy viloyatimi yo Navoiy shahri. Shahriga? O'shada Navoiy viloyatida. Shu dadam kichkina bo'lganman, unda men nima sababligini ham bilmayman. O'zlari endi shunaqa dadam bilan ayam o'zi nima yurishni yaxshi ko'rishardi. Boshqa shaharlarda shunaqa qilib chiqib ketib, nima o'sha yerda yashaganmiz. 6 yoshingizgacha yoki 6-sinfimgacha. 6-sinfimgacha. Bolaligim o'sha Navoiyda o'tgan. O'shaning uchun Navoiy shahrini ham yaxshi ko'raman. Haligi kichkinaligim o'sha yerda to'palan qilib o'tganmizda, shaharda, bozorlarda yurardik. Shunaqa. Tahsil qanaqa bo'lgan? Maktab qayerda bo'lgan? San'atga qiziqish qachon boshlangan? Men o'zi kichkinaligimdan qiziqqanman ekan. Bunday o'ylasam, ko'p intervyulardan keyin o'yladim-da. O'sha bitta nimada ham aytganman. Ayamga chunki kichkinaligimda ham qo'shiq aytib berardim-da. Keyin to'qiyar edim. Bunday nima ohang qilardim o'zimcha. Kichkina bo'lsam ham bastalagansiz-da. deb yurardim, ha. Maktabga kirmasimdan. Keyin nima qilardim? Bunday cho'p yasab, har maktabga kirmay cho'p yasab, gitara chalardim o'zimcha. O'sha qiziqqanman ekanda. Hali keyin taqdir ekanda, bu bunday o'ylasangiz birinchi o'rinda. Hozir mana gapiryapmiz, hamma narsani sabab keltiraverasiz-ku. Mana shu paytgacha kelib, endi chiqib nima u sabab bo'ldi, yo mehnat qildim, yo harakat qildim. Avvalo taqdir. Alloh o'sha harakatni o'sha sizga peshonangizga yozilgan bo'ladi ekanki, o'shanga harakat qilas ekanda. Hali yotsangiz ham turgizib harakat qilgizar ekan. Shu narsa sizning rizqingiz bo'lsa. Rizq birinchi o'rinda, shunaqa deyman. Hozir nima gap gapirsak ham shunga kelib taqalaveradi-da. Xo'p, qo'shiq aytish qachondan boshlandi? Bir qiziqib, bir keyin yana tashab qo'yganman degan ekansiz. Nima omon bo'ling qo'shiqni yozdirganman. Bir 16 yoshimda yozdirganmanmikan o'shanda. Keyin unda ovozim ham unaqa emas edim. Ovozim umuman yaxshi bo'lmagan paytda ham qo'shiq aytishni yaxshi ko'rardim-da. Keyin bitta qo'shig'im bor. Guldan ham go'zal demang, oydan ham o'zar demang. Bunday sevsangiz hech ham sevmang, meni o'zimga o'xshating degan qo'shig'im bor. O'shani ham o'shanda yozganman. 16 yoshimda yozganman. Keyin o'shanda bir qattiq qiziqqanman. Ayamni yetalab yurib Toshkentga olib kelib, nima
nima ogizganman. Nima klavish. Ha. Yamaha ogizganman. Uni o'rganaman deb o'qishga kiraman deganman. Bitirib keyin qandaydir nimadir yoqmagan. Bir qolganman-da, san'atda. Hammani xulqi ham har xil bo'ladi-da. Qanaqa nimaga yoqmay qolgan? Endi haligi ko'rsa shuna deb o'ylamas, mayli aytmay. Shu haqida gapiryapti nimasi tanib qolsa. Qaniydir nima? Kimdir sabab bo'lganmi? Ha. Bo'gim kelmay qolgan keyin. Nima? So'kinib, bunday og'zi buzuq nimalar ko'rganman-da. Xonanda. O'shanda qandaydir, men ham shunaqa bo'lib qolamanmikan? Bo'lsam deganman-da. Keyin yosh bo'lgan. Shuncha aytdimki, bitta mahalla tongida aytdim. Omadni ham Alloh kechib bersa yaxshi ekan. Hammaga ham emas, endi nimaga qarabda? Alloh chunki biladi sizni qanaqaligingizni. O'sha kechib, ko'tarasizmi? Agar 16-17 yoshimda Alloh menga ovoz berib, bir fayz berib, boshqacha bir nimaga olib chiqqanda men ko'tara olmasdim-da. Chunki yosh bo'lasiz, odam. Hali harom qilishdan farqiga bormayotgan yoshda bo'lasiz-da, unaqada siz faqat shu pulni olib, xohlagan narsangizga ishlatib shunaqa bo'ladi. Ota-onangiz ham o'ylandi. Chunki 16-17 yoshda aniq shunaqa bolalar, shu yoshdagi bolalar ota-onani qadriga yetmaydi. Hali ota-ona urushsa, aya urushsa, dada urushsa yomon ko'radi-da. 100% pasti shunaqa. O'tish davrida bo'ladi. O'tish davrida bo'ladi. Bu menga o'rgataveradi ayam, dadam menga tanbeh beraveradi deydi. Keyin mana shu 30 dan oshgandan keyin o'zi nima bo'lib qolsa ekanda, sal ko'rib, past balandini bilib qolasiz. Shunaqasi yaxshi ekan. Bu bir Alloh rahmingizni yegani bo'lar ekan. Albatta. Bo'lmasa unda chiqasiz, o'z dumalab tushasiz, o'zi kishi bilan yo'qsiz-da. Shunaqa. Bundan bag'im ilohim, Alloh xayrli qilsin, yaxshi bo'lsin ilohim. Demak, boshqalarni ko'rib, o'zingizga fikr olgansizda, to'xta, men ham shulardan biri bo'lib qolaman deb qo'rqib, so'g'gansiz. Yosh bo'lganman-da. 16 yosh endi yoshda bar. To'ppa-to'g'ri. U davrda nima qilgansiz? O'zi keyin uyda o'tirganman men, hech qayerda ishlamasdim. Ayam bilan dadam Rossiyada ishlashgan. Keyin akamni ham chaqirishgan. Men singlim bilan qolganman, buvimlarnikida qolganman. Keyin necha yildan keyin ham ishlayman deb turib olganman men ham. Lekin men o'shanda ham she'r yozardim. She'r daftarim rosa ko'p edi meni. Keyin she'r yozardim, unaqa nima bo'lmay qolganman. O'sha harakat qilmaganman. Keyin Rossiyaga ketganman, keyin boraman, ishlamayman, aylanib kelaman deb dadamni aldaganman-da. Keyin borib, ayam ishga gaplashib chiqishgan. Bitta ishxonada ishlardik. Keyin kirib olganman, ishlab. Necha yildan keyin ham keldik. 2017 da keldik. 3-4 yildan keyin kelganman. Keyin shu turmush bo'ldi. Shundan keyin uni bunaqa bo'ldi, farzandli bo'ldim. Keyin yana Rossiyaga bordim keyin. Qiziq gap gapiryapmanmi hozir? Albatta. Yo, hozir siz juda katta davrlarni shuncha o'tkazyapsiz. Xo'p, Rossiyaga birinchi borganingizda qanday ishlar qildingiz? Rossiyaga birinchi borganimda o'sha mixfasovka bo'lardi-da. Ugalog urish, shunaqa nima qurilish materiallariga etiketka urasiz. Shunaqa ishda ishlaganmiz-da. Keyingi safar farzandli bo'lganimdan keyin bolam sal katta bo'ldi, 3-4 yosh bo'lgandan keyin borganman, yana fasovkaga borganman. Keyin umuman tikishdi, mashinaga bir marta o'tirmaganman-da, lekin tikuvga ishga kirganman, koja sumka tikishga. Keyin nima bo'ldi? O'sha yerdan gitara olganman, o'sha paytlari. Gitara oldim, gitara chalishni o'rganaman dedim, qo'shiqlarni aytaman dedim. Keyin bir narsa esimga tushib qoldi. Ayting. Esimdan chiqdi endi. Keyin nima qildik? Gitara chalishni o'rganaman dedim. Gitara chalishni o'rgandim, o'shanda ham qo'shiq yozardim. Keyin gitarada aytishni boshladim o'zimcha.
YouTube'da ko'rib o'rganganman-da gitarani ham. Ustoz ham yo'qda endi. Ustoz yo'q. Keyin shunaqa qilib, keyin yana qiziqib Eiffel studio ochdim. Hali nima qilib muzika yozaman dedim. Qo'shiqlarimga dedim. Shunaqa she'rlar yozardim. Keyin shunaqa qilib shu o'zi bir narsani his qilaman men. Bunday sezaman, ko'nglim sezadi-da. Hamma o'zini bilsin deb yozdim. Hamma o'zini bilsin deb o'sha Eiffel studiyada ishdan keldim. Ishdan kelib charchaganman lekin. Kelardim, notebookimni ochardim-da, ochib o'sha gup-dup-tak, U Rossiyada yozilgan. Ha, Rossiyada. Shuni yozdim. Nima usul bor ekan o'zi, Kashmir bir narsa deganda. Keyin shuni ko'nglimga keldi, g'ami bilan band bo'lsin, kami bilan band bo'lsin, g'iybatdan til tiyilsin, hamma o'zini bilsin. Dedim-da, dedim. Xuddi shunday himmali bir nima bu bo'linib, maytada endi nima desam ekan, bu kupletda nima yozsam ekan, demaysiz-da. Haqiqatan ko'ngildan ilhom kelsa shunaqa ekan-da. Keyin sirazi daftar qalam olganman. Tashvish ko'p dunyoni, yumushi ko'p dunyoni, gapga to'la hamyoni, hamma o'zini bilsin. O'zim maza qilaverardim. Hali keyin xuddi sizga birov aytib turadi, siz yozsangiz maza qilasiz. Quyma bo'lganda shunda. O'sha boshdan oxirigacha bitirib, hali nima izlamay ko'pdan ayib, kim turmabdi tumtayib, kim turmabdi biri toyib, qarg'amang ey tumtayib. Mana shu joylarim shunaqa o'zim maza qilganman o'sha yozganimda. Lekin buni kimgadir atab ya kimnidir nima qilib yozmayman men qo'shiqlarimni-da. O'sha yozgan vaqtingizda qanaqadir bir balkim ko'ngilga tegadigan bir holatlar bo'lgandir. Endi balki bo'lgandir, lekin hali men kimgadir atab deganimki, kimnidir kamchiligidan ko'rib, mana uni shunaqa kamchiligi bor ekan, men mana shu haqda yozaman demayman-da. Men ko'pincha o'zingizda odamni ichki kamchiligingiz bo'ladi-yu. O'shanaqadan keladi. O'zingizga bir nima berasiz odam. Dakki berasiz, saboq bermoqchi. Shunaqadan keladi. Hech qachon birov xohlamayman shunaqa yozishni. Kimdir puli yo'q bo'lib katta ketib qoldimi, yo puli bo'lib nima bo'lib ketdim. O'sha narsa nima emas-da. Gitarada ham aytib bering shu qo'shiqni. Haqiqatan ham va bugun o'zi bu hammaga atalgan qo'shiqda. Hamma o'zini bilsa, olam guliston bo'lib ketaverardi. G'ami bilan band bo'lsin, kami bilan band bo'lsin, g'iybatdan til tiyilsin, hamma o'zini bilsin. Tashvish ko'p dunyoni, yumushi ko'p dunyoni, gapga to'la hamyoni, hamma o'zini bilsin. Tashvish ko'p dunyoni, yumushi ko'p dunyoni, gapga to'la hamyoni, hamma o'zini bilsin, 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 hamma o'zini bilsin, 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 hamma o'zini bilsin. Aytavering. Kimda yo'q ekan gunoh, kim farishta, kim oppoq, tiriklikda bo'laga hamma o'zini bilsin. Birda baland, birda past, hayot berar har xil dars, qilmaylik birovdan arz, hamma o'zini bilsin, 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 hamma o'zini bilsin, 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 hamma o'zini bilsin. Shuni yozganimda. Men qarsak chalsanglar bo'ladi bemalol. Yozganimda ayam rosa eshitishdi. Nashnikda o'sha Rossiyada. Rosa eshitdi, zo'r chiqibdi qizimni. Rosa qayta-qayta eshitishganda, oddiy nimada. Usulda o'zida yozgan. "96 oy, bu to'liq 8 yil degani.
Tasavvuringiz uchun bugun dunyoga kelgan farzandingiz bo'ladigan bo'lsa, bu muddat ichida u 2-sinfda o'qiyotgan bo'ladi. Xullas, Xonsaroy qurilish kompaniyasi 96 oylik ipotekani taklif qiladi. Biz ushbu ipotekani olishni juda ham oddiy yo'lini o'rgatamiz. Boshladik. Xonsaroy sotuv bo'limlaridan biriga kelasiz. Xonsaroyning sotuv bo'limlari Toshkent shahridan tashqari Navoiy va Qo'qon shaharlarida ham joylashgan. Sotuv bo'limiga kelgan vaqtingizda xushmuomala qizlar ma'lumotlaringizni yozib olishadi va ora yarim sizlarga telefon qilib maqsadingizni eslatib turishadi. Bu juda ham zo'r, chunki internet asrida maqsadlar esdan chiqib ketishi juda ham oson bo'lib qoldi. Sotuv menejeriga uchrashasiz, u sizga Xonsaroyning barcha loyihalari, narxlari, xullas sizni qiziqtirgan barcha savollaringizga erinmasdan birma-bir javob beradi. Ipotekaga uy olish bo'yicha eng ko'p berilgan 5 ta savolga o'zim misolimda javob bermoqchiman. Xonsaroydan ipotekaga uy olish uchun rasmiy ish joyi, ma'lum ish tajribasi talab qilinmaydi. Muhimi oylik to'lovni vaqtida to'lab borsangiz bo'lgani. Xonsaroy tomonidan sizga kafil talab qilinmaydi. Shaxsiy hujjatlaringiz bilan ipoteka shartnomasini mustaqil ravishda rasmiylashtirishingiz mumkin. To'lov o'z vaqtida amalga oshirilmasa, hech qanday peniya yozilmaydi. Muntazam to'lovni amalga oshirmaydigan mijozlar bilan kompaniya shartnomani bir tomonlama bekor qilish huquqiga ega bo'ladi. Xonsaroyda ipoteka tayyor xonadonlarga beriladimi deb so'raydiganlar ko'p. Xonsaroyda ipoteka qurilish jarayonida bo'lgan xonadonlar uchun beriladi. Uy tayyor bo'lgach, ushbu uyga kirib, yashab, qolgan qismini yashab turib ham to'lasam bo'ladimi deb so'raydiganlar bor. Ha, albatta bo'ladi. Bu juda qulay imkoniyat. Uy bitgach, uyni ta'mirlab, ko'chib kirishingiz mumkin. Qolgan to'lovlarni esa bosqichma-bosqich to'lab yuraverasiz. Mana avval boshida aytib o'tganimdek, Xonsaroydan ipotekaga 96 oy muddatga uy xarid qilish 10 daqiqa ham vaqtingizni olmaydi. Biz esa xulosani Alisher Uzoqovga qoldirmoqchimiz. Rahmat. Orzularingizni Xonsaroy bilan amalga oshiring. Ko'rkam, sifatli va eng asosiysi, ishonchli uylar. Keyin qachon keldingiz Rossiyadan? O'zimman to'xtaychi bir qo'shiq. Biz bir yo'la patentimizni kuydirib qo'ydi. Shunaqa qildi. Patent kuyib qoldi. Nima dedi? Qirg'izistonga chiqib kelardi dedi, ishxonamiz egasi. Keyin biz bir yo'l O'zbekistonga borib kelgan ancha bo'luvdi-da. Vali nima dedi-yu? Ko'pchilikda shunaqa gap bor. Naqada chetda yursangiz, o'sha vatan qanaqa bo'lsa ham, o'sha sog'inch boshqacha bo'ladi-da, sog'inasiz. Nima bo'lsa ham hali o'zingizni yurtingiz boshqacha-da, bemalol yurasiz misol. Aytda yursangiz, bitta militsiyani nimasiga, mashinasiga ko'zi tushib qolsa ham, sal nimaroq odam bitta infarkt, insult oladi-da, agar aniqda qo'rqadi. O'shanga o'sha yerda yurib aytarim, mazza O'zbekiston. Mazza-da, endi haqiqatan, lekin shu yerda umri o'tgan odam unaqa his qilmasa kerak o'sha narsani. O'sha vatanning nimasini-da nolimaslik kerak. O'zini yashab turgan joyda nolimaslik kerak birinchi o'rinda. Hammani o'zini kamchiligi bilan o'sha hamma narsada har joyda bor tosh tarozi deydi-yu, har yerni qilma orzu deydi-yu, shunaqa narsa bo'ladi-da, kamchilik bor-da. Shu keyin keldik. Xursand bo'lib ketganman o'shanda patentim kuyib qolganiga. O'zbekistonga borib. Joningizga tekkan ekan-da, yo'q. Qirg'iziston degan, yo'q, Qozoq nima boshlig'imizga ham aytganman, yo'q, men nimaga O'zbekistonga borib kelaman deganman. Kelib borganmiz, keyin bu yoqqa kelib shu faqat yozganman. Qo'shiq yozaman deganman. Keyin qattiq kirishganman. Internetga qo'yaman deganman. Ham o'zini bilsin, sizga o'zingizga motivatsiya beribdi-da, o'ziga turib. Zo'r prosmotr bo'lganda endi. Ha, uni qo'yganmi deysiz? Uni qo'yganman-da. Rossiyada TikTokga qo'yganman. Yo, bekka kelib qo'yganman. Rossiyada ham rosa TikTok ochganman-da men. Ochib qo'yardim, o'chirib tashardim. Qo'yardim, o'chirib tashardim. Hali bir dona duet bo'lganda ham shunaqa xursand bo'lib ketganman-da. Qo'shig'imga bir kishi duet qilibdi deb. Keyin odam sekin noshukur bo'lib qoladi shekillar. Hozir nechta odam duet qiladi-da, Allohga shukr. Keyin nima kelib
shu ayam ham juda nimada ayamda xarakteri nima bekor o'tirisholmaydi uyda. Misol dadam qolishgan Rossiyada, akam qolishgan. Nimadir qilgisi kelaveradi ayam. Endi somsapaz bo'lganmiz. Biz buvim ham somsapaz bo'lishgan. Ayamlar ham shu non deb katta bo'lishgan. Bozorga borsak ham somsaga joy yo'qmi deyishaverardi-da. Somsa, siz somsa qilmoqchimisiz desam, somsa qilishga joy olik deyardi-da. Keyin oxiri o'sha betdagi ishimiz yo'q endi akam bilan dadam Rossiyada. Ayam uchun ular jo'natgan nima shuni turish kerak-da. Ayam pul topish kerak. Keyin nima qilib O'zbek onasida baribir uni. Keyin nima ochganmiz. Birinchi qishlog'imizdan somsa qilamiz ekan. Bo'pti, somsa qilgisi kelsa qilamiz dedim. Chunki o'zim ham bekarchiman-da. Hamma bekarchi edi unda, uyda. Endi hozir mana kelin opam hozir ham bekarchi. Singlim, endi shuncha odam bekarchi edik-da uyda. Keyin somsa qilganmiz. Nima katta yangi degan qishloqda. Alejida o'tiribmiz. Aytib beraveraymi? Boshlab qo'ydinglar ayting endi. O'tiribmiz. Somsani pishirib qo'ying. Haqiqatan shirin qilamiz lekin somsani-da, qarz-qurs somsada. Keyin hech odam kelmaydi degani bozor emas-da-u. Bitta qishloqda endi o'rtasida, bozor emas u. Bunday oddiy nima akfadan qilingan. Keyin 2 panni somsa chiqdi. Hali umuman sotilgan yo'q. Ayam doktorxonalarga berib chiqdi bepuliga. Keyin ayam sezyapman, o'sha siqilyapti-da ayam. Biznes bo'lmayapti-da chunki. Bekor boshladim-ekan deb siqilyapti. Keyin endi bozorda aylantirib sotmaganman-da men endi. Keyin aya dedim, ha dedim. Patnizga tering dedim, o'tirib olganman stolga. Keyin tering desam, nima qilasan deyshodi. Bozorga borib sotib kelaman dedim. Shu somsamni sotib kelaman dedim-da. Desam-ki ayam, qo'y, bora olmaysan, sota olmaysan dedi ayam. Keyin, yo'q, sotib kelaman dedim. Nima qiling, sanang dedim. Sanashib 50 dan 70 dan somsa sanashdi. Ali stoldan turib ketishim qiyin bo'lyapti lekin. Endi odam haligi nima katta ketishingiz ham bo'ladi-yu. Men somsa sotamanmi, aylantirib deysiz. Shunaqa nima ichimdan o'tdi-da, keyin o'zimga o'zim aytdim. Dedim, sen kimsan dedim o'zimga o'zim. Bu rizq bo'lsa bu dedim. Va shu Alloh rizq qilgan bo'lsa, shuni sotib kelaman hozir dedim. Dedimda keyin tapa turdimda bering ayadimda patnizni shunday olib Damazga chiqdim-da o'tiribman endi Alejida. Qizarib ketyapman-da Damazda ham. Damaz orqasiga qarasam bitta ham odam o'tiribdi ekan. Shopirimga qaradim. Shopirimga qaradi. Somsa olasizmi? Somsa olasizmi? Yo'q, opa, hozir obed qilyapman dedim. Birinchi so'rash shundan boshladi. Ham yaxshi kiyinib olganman. Kiyinishim ham yaxshi kiyimdaman-da. Halilar ko'ryapti, menimcha dedim, bu bir nima olyapti shekilli deb o'ylayapti shekilli dedim. Tushib sotganimda. Nimalarga kiryapman, patni ushlab olganman. Somsaysizlarmi deyman-da, somsaysizlar sotishni bilmaysiz-da. Somsaysizlarmi desam, bunday qaraydi birinchi menga boshdan oxirigacha qaraydi-da. Keyin ha, olib keling dedi. Keyin bitta tanishlar ham bordi. O'sha yerda katta bo'lganmiz endi. Keyin ayam telefon qilishdi. Bozorda kirmasimdan sotib bo'lganman-da somsani. Kirdim ham keyin. Kirdim, bitta xola bor edi. Rosa shirin bo'pti somsalaring, maytaqiylar mana bozor ichida o'sha yoqdan olib ketasanmi? Dedi. Keyin ha, bo'pti dedim. Ayam telefon qilishdi. Aya sotib bo'ldim desam, ayam xursand. U sotuvchi bo'lib qolsin, sotibsan. Keyin o'sha yerda keyin ertasiga kelib, o'sha 5 kundan keyin shu yerda somsa qilganmiz bozorda. Bozorda somsa qilgan. O'sha yerda video olganman men. Jaloliddin Ahmadaliyev qo'shiqlarni aytganman. Nima? Birinchi nima? Jaloliddin Ahmadaliyev qo'shiqlarini ham qo'yardim-da TikTokga. Keyin o'chirib tashlaganman. Nimaga? Bilmasam. Endi o'zingiz balkim mualliflik qila olganingiz uchun. O'zimni qo'shiqlarimni aytavering deganman-da. To'g'ri qilgansiz aslida. Eng to'g'ri yo'l shu. Keyin shunaqa qilib, keyin Ramazon oyida
bordik bozorga. Yaxshi bo'ldi, somsa yaxshi ketaverdi. Keyin ro'zada keyin yaxshi ketmay qoldi. Ro'zada yaxshi ketmay qoldi. To'xtatdik. Endi nima javobda endi ko'pchilik bozorchilar qiziqadi-da somsani yeb o'rganib qolganda. Nimaga to'xtab qoldinglar Nimaga deydi. to'xtadilar? Desa ro'zada bozor To'g'ri, yaxshi to'g'ri. bo'lmadi. O'sha endi to'xtadik, keyin qilmay qo'ydik. Xo'p, qo'shiqchi, keyin qo'shiq nima bo'ldi? O'zi shuni qilay turib, somsa qilay turib ham qo'shiq yozardim. Har kuni ishdan kelardim, yo efir studiyaga o'tirib bo'ynilarni urib ketardi-da. Nimadirlar chiqargim kelaverardi-da, keyin YouTube'ga qo'yaverardim. Keyin YouTube'da podpiskam ko'payib ketdi keyin. Ancha bo'ldi qo'shig'imni qo'yganimda prosmotrim ham zo'r ketgan. Keyin yana ham qiziqib qolganman. Keyin zvukovой karta olganman, mikrofon olganman. Shunaqa qilib. Keyin bir kun pichadan keyin rosa ahd qildim-da, o'zimga o'zim. Endi dedim, qo'shiqlarim, kommentlar keladi-yu, soldatskiy nima qilyapsan, soldatskiy aytma, muzika ham yo'q, falsh aytyapsan deb kommentlar kelganda, endi dedim musiqa bilan yoziraman qo'shiqlarimni dedim. Qimmat bo'lmasin dedim, studiya dedim, arzon bo'lsa ham dedim, musiqa bilan yoziraman dedimda, o'zimizda Furqatda Go'riskida nima bor edi? Studiya bor edi. Keyin nima o'sha yerga bordik. Ayam doim yonimda yurishadi meni. Ayam bilan bordim. Nima gaplashdim o'sha aka bilan. Sardor aka. Ismlarini aytib qo'y. Keyin bo'ldi, yozamiz deyishdi. O'sha kuni aytib keldim. O'zini bilsin-di. Mana oddiy studiyada bu. Keyin aytib keldim. Aytib kelib, nimada TikTokda efir qilgim kelib qoldi. May oyi edi, hali mana 1 yil bo'lgan yo'q. Keyin hech efirga kirmaganman u paytda. Men efir qilgan bo'lsam TikTokda 5-6 marta efir qilganman-da. Bo'lsa agarcha kayfiyatim zo'r bo'lib ketsa. Keyin o'sha paytda ayamga bir efir qilgim kelyaptida, kirib efir qilib o'tirsam, siz bilan bog'lansak bo'ladimi, qo'shiqlaringiz zo'r deb yozishyaptim. Ko'zimga endi boshqacha ko'rinyapti shekilli-da. Lichkada yozik deyishyapti. Keyin hech qayerda eshitmaganman deb keyin lichkaga kirsam, shu Nizomiddin Bozorov, hozir ustoz deyman, ustozim, prodyuserim. Shular ekan. Qandaydir samimiyat bilan undan oldin ham kimlardir aytgan, bulardimdek samimiy yozishi meni nimamga qiziqishi yoqqan, san'atimga. Keyin bular qandaydir keyin telefon nomeringizni bering deyishdi. Telefon nomerimni berdim ham, gaplashib ham ko'rdim. E'tibor beraman-da, men odamda samimiymi u? Qanaqa, nima kerak unga? Qarasam, ustozim yaxshi, samimiy, hozirgacha ham yaxshilar. Faqat shu qo'shiq, san'at shunaqa, mendan ko'ra qo'shig'imni yaxshi ko'rishni, yaxshi chiqishini xohlaydi-da. Shunaqani xohlaydi. O'shaning uchun keyin nima bo'lib qolganman, yaxshilar ekan deb keyin o'shandan birga ijod qilyapmiz-da hozir. Har bitta qo'shig'imni ustida o'tirishadi. Nima qilib. Xo'p, ommalashish hozir birinchi o'sha hamma o'zini bilsindan boshlangan. Deylik, xizmatlar qanaqa chiqa boshladi? To'ylarga borib boshladingizmi? Qanaqa bo'ldi bu jarayon? O'zim men u paytda xizmatlarga nima ham kommentga javob ham yozmasdim. Keyin admin raqamlar ham yo'q edi. Keyin mana bu ustozim chiqqandan keyin mana bu qo'shiqlarni hay ulandi yozdirganimizda eshitganmiz, hay ulandi. Admin raqam qo'ymaganmiz. Keyin mana Oymamonjon sinib ko'ngil chinnimizdan keyin admin raqam qo'ydik. Endi to'ylarga endi chiqib kelyapmiz. Qanaqa? Birinchi xizmat qanaqa bo'ldi? Birinchi xizmat menda rosa hayajonli bo'lgan. Surxondaryoda bo'lgan ochilish nimada? Navruzda. O'sha men ko'rgan qira o'shaga. Unda men ag'darilib tushaydiganman, nimaga chiqquncha, sahnaga chiqquncha. Hayajonlanasizda, odam. Rosa qattiq hayajonlanganman. O'sha videoni ko'rdimda, dastlab Surxon qizi bo'lsa kerak deb. Men dedim, tushmayman dedim.
ustozimga endi yo'lda aytib boryapman-da. Ha. Ustozim aytdiki, borib sahnaga chiqasiz, tushib bir aylaning deyishdi. Men aytdim, yo'q dedim, sahnaga chiqaman, o'sha yerdan tushib ketaman dedim, men tushmayman pastga. Qo'rqqansiz? Ha, qo'rqyapman-da. Hali odamlar qanaqa qabul qiladi, meni eshitganmikan deb hali nimaman-da, endi ikkilanib turibman-da. Keyin shuni chiqib aytsam, aqa qarayapman, baqa hali aytyapti-da qo'shilib. Xursand bo'lib ketyapman. Keyin sinib ko'ngilchinimizni boshlaganimizda. Bunday qarasam, bitta opa chaqiryapti bunday qilib. Keyin deb chaqirib, uchib tushib ketganman o'shanda o'zim ham. Yugurib tushib ketganman. Muxlis energiyasi shunaqa zo'r bo'ladi-da. Xursand bo'lib ketganman-da. Demak, zo'r bo'lgan, yaxshi bo'lgan ilk xizmat. Yaxshi bo'lgan-a. Yaxshi kutib olishib zo'r bo'lgan. O'sha kungi tadbirda bo'lgan barcha surxondaryoliklarga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Katta motivatsiya turtki bergan ekansizlar. O'shani mana nimasi bilan bugun go'zal hamma. Hammalarini yuzida, shu yerda aytib ketay, samimiyat boshqacha nima bor edi o'sha yerda. Haqiqatda mazza qilganman ular ko'ribda. E'tiborlarini boshqacha. Xo'p, jonli ijroda birorta aytaymi? ko'nglimizni aytsanglar bo'ladi. Ko'ngil chinnimizni. Buni yaralish tarixini aytmadingiz. Sinib ko'ngil chinnimizdami? Sinib ko'ngil chinnimizda ham bir pasda yozganman. Qayerda bu? O'zbekiston kelgan. O'zbekistonda yozganman buni. Sinib ko'ngil chinnimiz. Nimadan kelgan ekan bu? Ilhom. Meni bir kayfiyatim yo'q bo'lib qoladi-da. Kayfiyatim yo'q bo'lib qoladi-da. Keyin o'sha kayfiyatim yo'qligidagi narsani kayfiyatim yaxshiligida yozaman. Xursand bo'lib yozaman. Bu qo'shiqda ham hali nima endi? Nimadan olganman bilmadimmi hali? Sizni sevib olmay qoldi. Shunaqa bir chiroyli jumla kelib qoladi-da. Uch bir aytirsam ham kelib qolaveradi-da. Shunaqa, o'shanda yozib o'rganman o'shanda. Oxirigacha. She'r o'zingizniki, kuy o'zingizniki, ijrochi o'zingiz. Buni ham hali nima qilib katta ehtimol bilan videoga ham o'zingiz olgansiz boshida. Ha, o'zim olganman. Boshida birinchi prosmotr ham o'zingiz qilgansiz. Laktiya o'zim. Hammasi o'zimizga xullas. Sinib ko'ngil chinnimiz yamab bo'lolmay qoldi. Endi qarang dilgarang sizni sevolmay qoldi. Sinib ko'ngil chinnimiz yamab bo'lolmay qoldi. Endi qarang dilgarang sizni sevolmay qoldi. Xomush mitti boladek, shirasi yo'q noladek, o'tgan kunga kulib tek sizni sevolmay qoldi. Xomush mitti boladek, shirasi yo'q noladek, o'tgan kunga kulib tek sizni sevolmay qoldi. Qarang o'ylolmay qoldi, sevib yayrolmay qoldi. Hayron bo'lolman o'zim sizni sevolmay qoldi. Qarang o'ylolmay qoldi, sevib yayrolmay qoldi. Hayron bo'lolman o'zim sizni sevolmay qoldi. Sizni sevolmay qoldi. Gitarada. Birinchi xalat kiyib, shlyapa kiyishni yaxshi ko'rardim. O'shanda shlyapa kiyib aytganman. Hozir ham yaxshi ko'raman shlyapa kiyishni. Kiymayapman. O'zimman imij haqida, bu kiyimlar haqida ortiqcha o'ylamasangiz ham kerak menimcha. Yo'q, o'ylamayman. Azaldan o'ylamaganman-da. Ayam bozorga ham zo'rg'a olib borishardi-da, nimadir olgandim. Endi hozir majbur boryapmiz-ku. Unaqa e'tibor bermayman. Imijim o'zim erkin bo'lsam bo'ldi. Eng muhimi shu. Ha, u nimadir odam birovga ko'rsataman deb kiyinish u nimada? Xijolat bo'lib o'tirasiz. O'zim mazza qilib yurish o'shasi yaxshi. To'ppa-to'g'ri. Odatda o'zi bir kuningiz qanaqa o'tadi? Odatda avval qanaqa o'tardi, hozir qanaqa o'tadi? Kun tartibimmi?
kun tartibim ertalab turaman. Choy ichaman. Shu she'r yozaman, qo'shiq yozaman, ustozim bilan gaplashaman. Dadam, ayam gaplashib o'tiramiz. Endi hozir mana xizmatlar kun tartibga qo'shilgan. Keyin buvimni ko'rgani boraman. Kun tartibim oddiy. Hali ham shu qishloqda yashaysizmi? Uyqum kelsa uxlayman. Yo'q, men endi Lekin ish qilmayman. Men ish qilmay qo'yganman. Kelin opam uyda, chunki hozir qozonni oldiga ham bormay qo'yganman. Oldin bir ovqat qilardim. Salat qilardim. Hozir yo'q, nima qilmayman. Juda bekarchi bo'lib qolsam, uxlayman. Rossiyada nimalar o'rgandingiz? Rossiyada tikishni o'rgandim. Koja sumka tikishni o'rganganman. Hunarsiz borgansizlar o'zi yoqqa? Umuman tikishni. Yo'q, hunar degan umuman qanaqadir kasbingiz bo'lmagan-a? Yo'q, umuman kasbim bo'lmagan. Keyin tikishni ham o'ta yomon ko'rganman. Aslida. Keyin bu ish bitta o'sha fassovkadan qoniqmasdan boshqa nimaga kirdik. Mebel sexi, mana bunaqa tikiladi, mana bu ham koja. O'shanga kirdik, pulimizni bermagan. 2 oy ishlaganmiz. 2 oy umuman mashinaga o'tirmaganman. O'sha yerda o'tirib, hali mashinani уже bilib oldim-da. Keyin aytaman, xayrli ekan o'sha oyligimni bermagan bo'lsa ham, hali nimadir o'rganish uchun pul berasiz. Kasb o'rganish uchun. Keyin o'sha koja sumka tikkani borganimizda, haqiqatan o'sha Nataliya edi. O'tirgizib, mashinaga o'tirchi, tikchi deb ko'radi-yu tikishingizni. Xuddi tikishni bilgan odamdek ko'rsatganman-da, tikib. Bo'lmasa o'sha 2 oymi tikkanman-da. Keyin aytaman, Allohning ishida deyman, bu bekka kelishim ekan dedim. O'sha 2 oydan keyin bekka kelishim ekan. O'sha yerda keyin yaxshi ishlab nima bo'ldi? O'sha patent kelib qoldi. O ikkinchi borganingizda bo'lganda, to'g'rimi? Ikkinchisida. Birinchisida endi yosh bo'lganman. Erta faqat ishlab chiqib akam bilan nima o'ynab o'tiraverardik. PlayStation o'ynab o'tiraverardik. Unda ham tashvish yo'q. O'zi oilangizni iqtisodiy ahvoli qanaqa bo'lgan avvaldan? Iqtisodiy ahvolimiz Allohga shukr, ayam bilan dadam hech bir yeb, ichish, kiyim-kechak unaqa narsada umuman nima qilishmagan, qisishmagan. Keyin Navoiyda lekin kvartira turganmiz. Shu uyimiz bo'lmagan. Uyimiz bo'lmaganligi bitta shu nima xolasda? Uyimiz bo'lmagan xolos. Keyin shu qishloqqa uy solganmiz. Allohga shukr, mana bo'ldi hammasi vaqt soati bilan. O'zi mashhur bo'lish, taniqli bo'lish qanaqa ekan? Men hali ham o'zimni bir mashhur, taniqliman deb o'ylamayman. Hozir qanaqa desam ekan? Bilmayman, his qilmayapman hali. Rasmga tushishlar qanaqadir, Unda xursand bo'laman. Qachondan boshlandi shu rasmga tushishlar, tanishlar? Yaqindan boshlandi. Necha oylar bo'ldi misol? 1 oy bo'ldi. Undan oldin ham hozir yaxshi tanishyapti-da. Undan oldimda qarab qo'yishgan bo'lsa, hozir chaqirishyapti ham, kelib muxlisligini aytib, sizni rosa yaxshi ko'ramiz, bolam, qizim yaxshi ko'radi deb video qilib rasmga tushib, endi shunaqa bo'lyapti. Lekin o'shanda ham nima, unaqa bilmayman. Mashhurlik endi. Unaqa his qilganim yo'q lekin. Orzu qilganmisiz shu xudo xolasa bir paytlar mashhur bo'laman, qanaqadir orzularingiz bo'lganmi? Niyatlar, orzular, maqsadlar. Meni orzuyim endi mashhur bo'lishim. Meni ichimdan, dilimdan xohlayotgan narsam shu dadam bilan ayam unday zo'r yashasa bo'ldi. O'sha mana qo'shiqlarim yoqsa, muxlislarimga yaxshi ko'rib eshitsa, meni yaxshi ko'rsa, keyin shundan Alloh menga rizq bersa, shu dadam bilan ayam umuman qiynalmasdan mazza qilib yashasa bo'ldi. Mana shu men uchun boshqacha narsa-da. Qolgan narsa uncha nima emas, menga qiziq emas. Hali qiziq emas desam ham noshukrchilik o'tib qoladi.
bo'laversin, hammasi yaxshi bo'laversin. Hammasi bo'laversin. Yangi qo'shiqlar ko'pmi hali kuylamaganlaringiz? Taxminan qancha qo'shiqlaringiz bor? Hozir o'z 100 talab ham bor-da. Nimagaki, o'shaning uchun ko'p kommentlarda ham she'r yozishadi. Keyin kuylimga kelib qolgan ustozimga ham ko'pchilik nima she'r yozib bersak deb telefon qilishadi. O'shanga aytaman, hozir she'r o'qimaymiz, hatto o'qib ko'rmayman deyman. Nimagaki meni vaqtda tayyor turibdi-da, qo'shiqlar aranjirovka qilinib chiqarilsa bo'ldi. Keyin endi o'shani ichida deyman, bitta so'zi, bitta qatori deyman, bunday olingan bo'lsa, yo deyman, o'sha g'oyasi keltirilib qolgan bo'lsa, o'sha menga jo'natgan odam, meni g'oyamni olibdi-yu, qo'shiq qilmabdi, hali meni she'rimni mensimabdi deydi-yu. Shunaqa bo'lmasin deb menga hozir she'r kerak emas deyman. She'r jo'natishmas. Hozir o'zingizning g'oyalaringiz yetarli. Bu balkim shu bir 4 yillar, 5 yillar, 10 yillardan keyin o'ylab ko'riladigan holatda boshqalar ijodiga murojaat qilish. O'sha. O'zi birinchi she'r yozish, umuman she'r yozish ham endi bu hammaga ham nasib etadigan tuyg'u emas-da, bu ilhom bilan bo'ladigan jarayon. Ilk qo'lingizga qalam olganingiz, ilk she'r yozganingiz o'zi nimadan kelib chiqqan bu? Qo'shiqchilikdan avval boshlanganda menimcha she'r yozish. Yo'q, men she'rni ham doim qo'shiq qilib yozganman. Ha, boshidan. Boshidan hech she'rni she'r qilib o'qishni bilmayman-da. Doim nimadir deb qo'shiq qilib yozaman. She'r o'qishni bilmayman hozir. Boshqa ishlar ham, ya'niki o'sha musiqadan ko'nglingiz qolgan paytlarda 16-17 yoshlaringizda qanaqa kasblarda o'zingizni sinab ko'rmoqchi bo'lgansiz? U paytda 16-17 yoshimda doktor bo'laman deganman. Keyin topshirganman ham, o'tolmaganman. Tayyorlanmasdan topshirganingiz o'tolmaysizda. Keyin nimaga qiziqqanman? 3D modelga qiziqqanman. Dizaynerlik. Ha, dizaynerlikka qiziqqanman. Rosa 3D mana bunaqa nimalar yasaydi, krujkalar yasaydi. Shunaqaga rosa qiziqqanman. Nima ham programmalarini tortib olib ham nima qilib ko'rganman, lekin hech bir qatnamaganman kursiga. Lekin o'shanda niyat qilganman, boraman, 3D ni o'rganaman. Nima bo'ldi? Qiziqmay qoldimki. O'zi qo'shiqchilikdan boshqa har bitta narsaga bir lov etib yonar ekansizda, tez o'chgan ekansizda boshqa kasblarda. Shunaqa, ha. Kimlar ijodiga qiziqqansiz? Bolalikda, o'smirlikda, hozir? Kimlarga havas qilasiz? Bolalikdan Yulduz Usmonovani yaxshi ko'rganman. Yulduz Usmonovani qo'shiqlarini eshitib katta bo'lganman. Yana aytaman, Ozodbek Nazarbekovni yaxshi ko'rganman. Bahodir Mamajonovni, Tohir Mahkamni ham rosa eshitganman. Muhriddin Xoliqov, Oxinjon Madaliyev, Bobomurod Hamdamov, ko'p qo'shiqchilar. Rosa shularni yaxshi ko'rib, shular qo'shig'ini aytib katta bo'lganman-da. Hozir men Jaloliddin Ahmadaliyevni eshitaman. Hayotda ko'rishganmisiz Jaloliddin Ahmadaliyevni? Xo'p, birorta yangi qo'shiq aytib berasizmi? Aytib beraymi? Tarixini ham ayting, qaysi qo'shiqligi baribir bilmaymiz-da o'sha. Ha, bu boshqacha qo'shiq bu. Hozir aytib. Ozoringdan charchagandim, unutishga urinyapman. So'nggi bora qo'ng'iroq qil, senga bir so'z ilinyapman. Kel demayman ko'rmoq uchun, ko'zlaringga ko'rinmayman. Kurashdan tolgan kuchim, sevdirishga urinmayman. Shu bir og'iz so'zim qolgan, bo'g'zimda dard tizim qolgan. So'nggi bora qo'ng'iroq qil, senga bir so'z ilinyapman. Senga bir so'z ilinyapman.
Rahmat. Tarixni Tarixi yo'q buni. tarixsiz qo'shiq. Tarixsiz qo'shiq. O'zi bu so'zlar, bu kuylar ortidagi dard. Nimadan dard? Hasrat deydimi? Muhabbatdan-da. Yaxshi ko'rishni bilish kerak odam. Samimiy, qalbdan yaxshi ko'rishni bilish kerak. O'sha kelaveradi-ki. O'sha samimiy yaxshi ko'rishga munosib insonlar ko'pmi? Ha. Ko'p. U munosibi ko'p, munosibsizi kam. Yaxshi ko'rganingizdan keyin munosib deb bilasizda. To'g'ri. Bu kamchiliklarni ham ko'z yumib. Shunaqa bo'ladi. U yaxshi ko'rmasangiz, u ming nima bo'lsa ham baribir kamchilik topaverasiz, izlayverasiz odam. Nimalardan tez ranjiysiz? Meni ranjishim juda bir qiyin narsa emas-u. Nimadan ranjishimni bilmayapman o'zim ham hozir. Qanaqa odamlarni yomon ko'rasiz? Men nomard odamlar yomon ko'raman, birinchi o'rinda. Keyin 200lamachi odamni yomon ko'raman. Shunaqa. Ayyor, shunaqa odamni yomon ko'raman. Bugun boshqacha bo'lib, ertaga boshqacha bo'lib qoladi o'sha 200lamachilar. Shunaqa odamni yomon ko'raman. Keyin qaytib yaxshi ham ko'rmayman shunaqa odamni. Kechirmas ekansiz? Shunaqa. Kechirsam ham kechirmasiz Allohdan. Kechirishda emas. Kechirsangiz kechirmasangiz yaxshi ko'rmaysiz o'sha odamni. Kechirasiz-ku, kechirmaysiz. Shunaqa narsa-da. Qo'shiq aytgan paytlaringizda qanday voqealari, holatlari yoki qaysi bir o'tmishingizdagi tarixni eslab aytasiz? Qo'shiq aytganimdami? Nimalar xayolingizdan, yuragingizdan o'tadi o'sha paytda? Qo'shiq aytganimda menda yaxshi ko'rgan odamni o'ylab aytaman. Har safarmi? Endi shunaqa narsalar keladi-da o'zi. Yurakdan aytaman. O'ylamay ham aytaman. Misol ona haqida aytsam ko'pincha ayamdan ko'ra buvimni ko'zim oldiga keladi, buvim. Bormi ona haqida qo'shig'ingiz? Ha. Aytib bering. Bormay qo'yib qoshingizga men yo'llarimga qilib intizor sizga zimdan berdimmi azor kun sanatib qo'ydimmi ona 30danam o'ttida yoshim ro'zg'or deb aylandi boshim xabar olmay holingizdanam kun sanatib qo'ydimmi ona kun sanatib qo'ydimmi ona kutganingiz bilib bilmasdan sog'intirib yo sog'inmasdan boringizda qadrlamasdan kun sanatib qo'ydimmi ona kun sanatib qo'ydimmi ona. Qo'shiq. Onangizga yoqadimi bu qo'shiq? Yoqadi. So'raganmisiz? Dadangiz haqida ham aytganmisiz? Dadam haqida yo'q. Dadam haqida bitta qo'shig'im bor. Uncha ko'nglimga to'g'ri kelmaydi. Ota haqida o'zi yozish qiyinroq bilan. Ona haqida ham qiyin. Ona haqida ham qiyinmi? Men ota haqida yozishga qiynalaman-da. Yozganman. Xudo xohlasa. Yozib, aranjirovka qilib chiqarsak, eshitasin. Otangizning fikrlari qanaqa? Ijodingizga, qo'shiqlaringizga? Dadam meni azaldan qo'llab-quvvatlashgan o'zi hech menga bir nima qilishmaydi, qarshilik qilishmagan. Bu nimada ham boshlabmanki, men o'zim yozaman, o'zim
nima qilganim uchun dadam doim duo qilishadi. Hech nima qilma deyishmagan. Allohga shukr yaxshi bo'lyapti mana shu qilma deyishgani uchun, qilma deyishmagani uchun yaxshi bo'lyapti. Albatta. Chunki otam, dadamni dadalari san'atkor bo'lishganda. Yo'q. Subhoniddin Ma'sum endi nima bo'lsa kerak. Ajdodlarda bor ekan demak. Nima otam oldin Toshkentda choyxona bo'lgan ekanda. Qo'shiqchilar oldin telefon bo'lmagan-ku to'yga aytishga. Qo'shiqchilar o'sha mashhur Tavakkal Qodirovlar ham choyxonada o'tirishar ekan, o'sha yerdan kelib o'sha Tojikistondan qayerdan bo'lsa to'yga olib ketishar ekanda. Otam ham shunaqa bo'lishganda. Katta qo'shiqchi bo'lgan ekan. Katta qo'shiqchi bo'lishgan. Tojikiston, Ispara, rosa to'ylarda yurishgan deydi. Dadam. Biz endi katta bo'lganimizdan keyin otam keyin fermerchilikka o'tib ketishgan. Mikrofonlar chiqib, nima bo'lib qolganda, boshqacha yo'llar chiqqan, ular mikrofonsiz aytishganda. Lekin otamni haqiqatan ham Tojikistonda bo'lsa, mana shu Isparalarda bo'lsa, hozir yosh kattalar taniydi. Dadam tengqurlar ham agar tanisa kerak. Bu yoqda bo'lgan ekan do'st. Misol buvimni, ayamni, buvimni dadalari ham hujjatchi bo'lishgan. Har taraflama, ham musiqa oldin qo'shiqchi bo'lishgan, qo'shiq aytishgan ekan, keyin surma chirib qo'yishgan ekan. Keyin hujjatchi bo'lishgan. Tez gapirib o'tib ketish uchun. Shunaqa holatlar bo'lganda. Yaqinda bir katta san'atkor bilan intervyu qilganimizda shu narsani so'raganimda, yo'q, meni hayotimda bunaqa narsa bo'lmagan degandilar. Lekin ko'p odamdan eshitganmiz shu surma, shunaqa har xil narsalar ichirib ovozini yo'qotib. Shu oldin shunaqa bo'lgan shekilli-da. Hasad qiladiganlar ko'p bo'lganda. Shu taqdim qilgan qo'shiqlaringiz ichida qaysi biri o'zingizga yoqmagan-u, lekin favqulodda bir omad olib keldi, odamlar hammaga birdek yoqdi. Rostini aytsam, menga hamma qo'shig'im yoqadi o'zimga. O'zim nima qilganim uchun hali tanlamayman. 10 ta bo'lsa o'rni boshqa deydi, shunaqa. Men uchun bular. Ovoz kuchi muhimmi ekan, yurak kuchi? Yo'q. Yurak kuchi muhim, ovoz emas. Ovoz haqiqatan ham hammada bor kerak bo'lsa-da. Shu hali haqiqatan shug'ullansa, o'sha nota bilan shu ovoz chiqaveradi ekanda. U yurak bo'lmasa, nima bo'lmaydi, yetib bormaydi odamga. Hali oddiy so'z bo'lib qoladi-da. Bu narsalarni qachon anglagansiz? Narsalarni qanday anglagansiz? Qayerdandir o'rganganmisiz? Kim bilandir fikrlashganmisiz? O'zim shunday. Chunki men ovozimni muhim deb aytmayman-da qo'shiqda. Qo'shiq yurakdan shu o'zim maza qilib yurakdan aytsam bo'ldi. Shu yetib borsa bo'ldi. To'ylarda, o'sha xizmatlarda yoki tadbirlarda yaxshi muomala qilishyaptimi? Umuman endi hamma san'atkor aytadi, to'y xizmatlar umuman butunlay boshqacha. Chunki sizni bitta o'sha to'y egasi yaxshi ko'rib chaqirishi mumkin, lekin u yoqda 500 ta odam bo'lishi mumkin. Kimdir sizga xushamasligi mumkin, boshqa. Umuman to'y qanaqa ekan o'zi? To'y yaxshi, lekin biz borgan to'yda yaxshi duo qilishyapti, xursand bo'lib qolishyapti hammalari. Nima? Bitta to'yga borganimizda ham bitta amaga chiqib rosa duo qilishdi, xursand bo'ldim o'shanda ham. Keyin o'sha aytganingiz shunaqilar ham bor. Borganingizdan keyin o'rtada o'zingizni qo'shig'ingizni aytib desangiz, bunday qiladi-yu. Nima qilishni bilmay qolasiz odam. Nima qilay deysiz? Bunday qiladi. O'zingizni qo'shig'ingizni aytyapsiz. Endi u to'yda sizni qo'shig'ingizni eshitish uchun chaqirganda, uni o'ynab qo'ni-qo'shni tushunmaydi, bunday qiladi. Bunday qarab qo'yaman, keyin yo'q. O'rganyapman endi. Sho'xidan deyapti-da. Sho'x qo'shiqlar ham qildingizmi? Endi. Nima qo'shig'im bor? Shu yerda aytib beraymi shu gapni? Yo, bitta gapni aytib beraman. Gapmi? Qo'shig'im. Tushimda Otabek Muhammad Zohid kirdi. Nima, bunday ustol atrofida o'tiribmiz. Nodiraxon dedi, desam, endi shu qo'shiqingda dedi, bitta qo'shiq bor, o'shani ayting dedi. Keyin bo'pti, aytaman dedim. Aytib bering. Sen gitarani olib shunaqa aytishyapti-da, sho'xda. Sho'x qo'shiq aytishyapti. Keyin bir kuplet aytishdi-da. O'zim shu turib ketdim.
bir ko'p esimdaydi, esimdan chiqib qoldida. Hali she'r hali sraz turib yozib qo'ymabman-da. Keyin o'sha yerda Farg'onada Quyganda yomg'ir degan joy esimda qoldida. Bu oxirgisi edi. Bu oxirgi so'z edi bu-da. Boshida boshqa narsalar deb tushib, oxirida Farg'onada Quyganda yomg'ir edi. Keyin rosa o'ylab yurdim. Shu nima deyishdi ekan, birinchi kupleti nima edi deb keyin nima bo'ldi? Qoyil, lekin bu ana boshqacha voqea bo'libdi lekin. Farg'onada Quyganda yomg'ir, loy bo'ladi chang ko'chalar. Derazadan boqaman yorim, o'tarmikan bizni ko'chadan. Loy ko'chalar suv to'la ariq, ko'lmakchaga to'lgan bu borliq. Kutayapman yorimni intib, o'tarmikan bizni ko'chadan. Biror bir yumush bilan, viqorli yurish bilan, yo yomg'ir tinish bilan o'tarmikan bizni ko'chadan. Biror bir yumush bilan, viqorli yurish bilan, yo yomg'ir tinish bilan o'tarmikan bizni ko'chadan. O'tarmikan bizni ko'chadan. Yozganman keyin. Zo'r. Qarasam zo'r bu. Qoyil. Demak, shu joy ekan, o'zi shu joy yetar ekan dedim keyin, o'sha Farg'onada Quyganda yomg'ir degan. O'shaning uchun Otabek Muhammad Zohid meni tushimga kirib aytishgan uchun rahmat. O'zi hayotda ko'rishmagan. Yo'q, hayotda ko'rishmagan. Qoyil. Bu hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin-da, qarang. Bu nima deydi? Kutilmagan holat bo'ldi, kutilmagan gap bo'ldi. Shunaqa holatlar, shunaqa voqealar eshitganman. Lekin bunaqasini kamdan kam holatda. Qoyil. Otabek katta ijodkor. Katta ijodkor. Xudo xolasa bu ham bekorga emas, mega hit bo'lib ketadi menimcha bu qo'shiq. Xudo xolasa. Hali taqdim qilinmadi? Yo'q. Ilk marotaba. Birinchi marta shu yerda aytdim hozir. Menimcha tushi ham yaqinda ko'rgansiz. Yaqinda. Ko'p bo'lmagan menimcha bu qo'shiq. Yo'q, yaqinda ko'rganman. Qoyil. Xuddi jonli o'yinda gaplashgandek gaplashasizda, tushda ham bir xilda. Shunday. Ham keyin o'zi umumiy shunaqa qo'shiq qilishim kerak deb o'ylab yurgan bo'lsangiz kerak-da o'zi shunaqa. O'li sho'x qilay deysiz. Men ko'p qo'shiqlarim sho'x emas-da. Sho'x qo'shiq. Va bizni to'ylarda sho'x qo'shiq so'rab, har qanday odam sho'x qo'shiq qiladi bizda. Sho'x deydi. Umuman sho'x qo'shiq ko'ngli xohlasa ham, xohlamasa ham qilishga majburda xonandalar. Sho'xidan aytsangiz ham yana bunday qiladi. Yanada sho'xidan. Avvaldoqinga ham zo'r mavzular bo'ladi deb yo'qdi hozir. Ota-onangiz tarafdan sizga aytilgan va butun umr esingizdan chiqmaydigan va butun umr sizni to'g'ri tarafga boshlaydigan so'zlari, dakkilari. Men dadamda bitta gapi bor. Doim shu gap doim qaytarishadi. Sabrdagi sariq oltin. Nimaga bo'lsa sabr qil qizim. Keyin yaxshi bo'ladi deyshadi dedim. Shu gaplarni endi ayam ko'p gap gapirishadi. Dadam bitta gap gapirishadi. Shunaqa. Dadangizga qaysi qo'shig'ingiz yoqadi? Dadamga hamma qo'shig'im yoqadi. Dadam ham tanlashmaydi. Endi sevgi haqida aytsam, shipga qarab, bunday qilib qolishadi. Qizimning ichida nima bor ekan deyishadi. O'zingizga eng ko'p berib yuradigan savolingiz nimada? Eng ko'p o'zimga beradigan savolim to'g'ri yo'ldamanmikan deyman. Birinchi o'rinda eng ko'p haqiqatan siz psixolog ekansiz-da, odam gapirib turaverasiz ekan. Shuni ko'p o'zimga beraman savolda. Nimagaki taqdir deymiz. Alloh peshanaga mana bitta aytyapman, qilyapman. Hamma o'zi uchun to'g'ri-da, endi to'g'ri yo'ldaman deb o'ylaydi-da. Keyin
aytaman tap etib o'lib qolsamu deyman. Allohning oldiga borganda, yo'q, men bu yo'lda men senga taqdir qilmadim, senga tanlash huquqi bor ediki, noto'g'ri edi desa nima bo'ladi ekan degan narsa bo'ladi. Men eng ko'p berayotgan nimam shunaqa. Ko'p o'ylayotgan narsam ham shuni ko'p o'ylayman. Keyin o'ylaymanki, Alloh hamma bandasini yaxshi ko'radi. Hali yomonlik qilib, hamma narsada hali xayr bor-da. Endi bu ijodni ham qilyapsiz, endi buni ham nimaga hashlash, nima qilish niyatga bog'liq. Endi qanaqa yashab o'tish endi. Chunki Alloh shuni rizq beradi, baribir yeyiz. Shunaqa deb. Chunki bu yo'lga kirganimda men Allohga tavakkal qilib kirganman. Ayam bilan ko'p gaplashardim-da. Shu noto'g'ri yo'l bo'lsa, shu narsa Allohim huzuriga borganda men agar yo'q sen noto'g'ri yo'lda eding deydigan bo'lsang, men bu yo'lga qo'yma deyardim-da. Aytmay, qo'shiq aytmay, yozmay ham deyardim-da. Deb gitara olganman. Shunaqa deb sintezator olganman yana. Umuman ijod kelaveradi-da, yozmayman desangiz ham kelaveradi-da. Keyin shu narsani o'ylagan, Alloh hamma bandasini yaxshi ko'radi. O'sha nima emas. Yaxshilikka Xudo xolasa. O'zi sizlar fikrlaringizdan menga oydinlashyaptiki, bundan boshqa ishni bir tuzukroq ham bajara olmaysizda. Endi to'g'ri tushundingiz menimcha bu gapni. Ya'niki hunar ham qilgansiz, boshqa narsalar ham bo'lgan, baribir. Lekin menimcha eng yaxshi o'zingiz ham o'sha astoydil bajaradigan ishingiz shu. Shu. Bo'lmasa tirikchilik bo'lsa, boshqa tirikchilikni ham qilaverasiz odam. Nimani bo'lsa qilaverasiz, ha. Nima bo'lsa, misol, yana ishlayverasiz. Endi shunaqa. O'zingizni holatingizni, o'zingizni o'tmishingiz, hozirgi buguningiz, dunyoqarashingiz, hammasini to'la ifodalagan qo'shig'ingiz qaysi? 100% o'zingizni holatingiz. To'la ifodalagan qo'shig'im. Hali endimi yoki? Qo'shig'im yo'q. Hammasida o'zim borman, lekin. Ya borsiz mana o'sha. Yo'q, hali to'la ifodalaganim yo'q. O'zini bilsinda ham borman, misol, o'zini bilsinda. Eng ko'p o'ylaydigan narsangiz nimada? Kelajakmi, o'tmishmi? Bugunmi? Eng ko'p o'ylaydigan narsam kelajakda ham o'ylayman. Juda ko'p o'ylamayman kelajakda ham, lekin kelajakda ham o'ylashimdan shu nima bolam uchun, yonda jiyanchalarim bor, o'sha kichkina nimalarga qarab o'ylayman, kelajakda ham tinchlik bo'lsin deysiz. O'sha tomondan o'ylayman, boshqa tomondan o'ylamayman, kelajakda shunisini o'ylayman. Keyin yomon xarakterim o'tmishda ham ko'p o'ylayman. Endi hozir endi uni o'ylamay qo'yapman, umuman. O'zgalarga ham ravo ko'rmaydigan, hatto dushmaningizga ham ravo ko'rmaydigan qiyin kunlaringiz bo'lganmi? Yo'q. Bo'lmasin. Keyin nimada? Qiyinchilik deysiz, yashayapsizmi? Yashayapsiz, yurak urib turibdi. Bunday o'ylasangiz, qiyinchilik deb hisoblayman degan narsangizni asli qiyinchilik emas bo'ladi o'sha narsa. Bir yaxshilik bo'ladi-da. Uni men shunaqa qiynalganman-da, unaqa bo'lganman-da. O'shanga bir nonga pulim bo'lmaganda, u narsa qiyinchilik emas. U qiyinchilik emas ular. Chunki o'sha harakat Alloh rizqni beradi hammaga-da. U narsa o'tib ketadi ekanki hamma narsa. Shuning uchun Allohga shukr, men hech narsani Allohga behisob shukr, meni Alloh shu joyda qiynagan, meni shunaqa bo'lganman, nima uchun? Umuman unaqa narsa yo'q menda. Chunki Alloh meni hech qiynamagan deyman. Shu paytgacha mazza qilib yashayapman. Xudo xolasa undan keyin. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Baxt nimada siz uchun? Baxt men uchun oilada, dadamda, ayamda, buvimda, yaxshi ko'rgan insonlarimda sog'ligida baxt. Demak, baxtlisiz. Baxtliman. Allohga shukr, baxtliman. Bolam,
Allohga shukr, sog' salomat. Jiyanchalarim bor mana, akam bor. Allohga shukr. Shu baxt, menchalik kulishib o'tirishingiz, uyda choy ichib, o'sha. Hozirgi holatingizdagi mashhurlik darajasi bir paytlar tushingizga kirganmi? Kirgan. Bo'laman deb o'ylagansiz. Va yana taxminan Bo'laman deb o'ylamaganman, tushimga kirgan. qanaqa bo'lgan? Tushimda qayerdandir bunday san'at saroyiga o'xshagan joydan hamma aytyapman endi men tushimda. Shunaqa joydan chiqqanman, ko'rishganda, hamma men bilan ko'rishgan. Dastxat olgan, keyin oq mashinaga chiqib o'tirganimda qo'limni mashinaga bunday qo'yganman, qo'limga qarab, voy shu kunlarim ham keldi, o'ylaganman ekanda shunaqa kunni. Voy deb o'shanda o'sha tushni ko'rganman esimda. Keyin mashina uchib ketgan. O'sha joydan aytib qo'ying. Xudo saqlasin, yaxshilikka. Tushlaridan fantastik tushlar ekanda. Xo'p, bundan 5 yil avval musofir yurtda bo'lgansiz. Bundan 5 yil keyin kelajakdagi 5 yilni qanaqa tasavvur qilasiz? Hali tasavvur qilmayman, tasavvur qilganim yo'q. O'zi hozir ham ko'pincha hayolimda bo'lmagan narsalar bo'lib ketyapti. Ovozni yo'qotib qo'yishdan qo'rqasizmi? Qo'rqaman. Alloh ovozimdan fayz olib qo'yishdan qo'rqaman. Alloh buni endi hammaga emas, misol meni ovozim 100% hammaga yoqadi degan bir xillarda asabi buziladi meni ovozimni eshitsa. O'sha yoqayotgan muxlislarim bor. Shular uchun ham ovozimdan Alloh shunaqa fayz ovozda ham o'sha Alloh fayz beradi ovozga ham. Kuchliligida emas u gap. O'sha narsadan qo'rqaman. Yomonlik aralashib bir ichimda bir xarakteringiz o'zgaradi-yu. Shunaqa qilib nima fayzni yo'qotadi odam. O'shasidan qo'rqaman. Shunaqa xarakter bermasin deyman. Qo'shiq aytib berasizmi? Nima qo'shiq aytib bering? Xo'p. Gitarasiz aytib bering mayli, ha? Qaysi? Ha, aytavering, gapiravering, bo'ldi. Gitarasiz birorta. Qaysi qo'shiq aytib beray ekan gitarasiz? Qaysini? Ko'nglim sindi, sindirganlarni. Rosa yoqqan qo'shim ko'pchilikka. Sekin chalib aytavering. Yo, xalaqit bering, gitara yaxshi chalmayapman. Ko'nglim sindi, sindirganlarni. Nechun yana qumsayveraman. Ularni ham unutmoqlikni men Xudodan so'rayveraman. Tomchi yoshim uvoli tutar, kuttirganlar meni ham kutar. Men uchun g'am alamlar yutar, men Xudodan so'rayveraman. Tomchi yoshim uvoli tutar, kuttirganlar meni ham kutar. Men uchun g'am alamlar yutar, men Xudodan so'rayveraman. Men Xudodan so'rayveraman. Rahmat kattakon. Bir kunlar keladi, Xudo nasib qilsa intervyular beraman degan baribir qanaqadir ichingizda bir niyatlar, tuyg'ular bo'lgan. O'sha paytda nima gaplar gapiraman? Qaysi kunlar haqida gapiraman degan bir o'zingizga o'zingiz bir savollar berib, mana shu kunlari gapiraman yoki buni gapiraman degan bir fikrlar ham baribir bo'lgan. Eslolmayapman endi, chunki gapiryapman hammasini. Shu gapiraman degan gaplarni deb gapiryapman hozir ora-ora. O'zi kelib qolyapti-da chunki. Demak, to'g'ri o'ylaganman ekanda shunda.
o'zi men nima o'sha ssenariy bo'yicha ketyapti hozir. Eng muhimi hozir o'sha o'zingizdan, hayotingizdan, ijodingizdan ko'nglingiz to'lib harakat qilyapsiz. Muhimi shu. Allohga shukr shunaqa. Endi bitta so'z aytaman. Xayolingizga kelgan gap bilan balkim so'z bilan javob berishingiz kerak. Bitta so'z. Ota uyi. Ko'nglingizga nima kelsa o'shani. Bu shunaqa endi bizlar unaqa shunaqa bir telbanamo o'ylagan narsamizda bizda. Ko'nglimgami? Yana bitta qaytaringchi. Ota uyi. Endi bir og'iz gap aytishim kerakmi? Farqi yo'q. Xohlang bitta so'z bilan, xohlang bitta gap bilan. Shu chiqib ketayotgan qizda men uchun shu keladi. Chunki o'zimda ota uyi qo'shig'im bor, o'sha keldi. O'zimda qo'shig'im keldi. Rossiya. Koja sumka keldi. Gitara. O'zini bilsin. Qo'shig'im keldi. Gitara deyotganman-da, chunki u qo'shiqlarni deydi. Jaloliddin Ahmadaliyev keldi. Ular ham shu gitarada Gitarada aytishadi. Ular birorta qo'shig'idan kuylab bersangiz Mayli. His qo'shnilar mumkin bo'lsa, keyin hali davom ettiramiz. O'zi eng shu qo'shiq meniki bo'lsa edi degan bir ijodkorda bo'ladi. Yaxshi ko'rib aytganman. Visoling dil qumsaydi, qaysar yurak kuymaydi. Bundan og'ir dard bo'lmaydi. Janonim, janonim. Deydi dilim, telba dilim, takrorlaydi isming tilim. Anor ko'ksim tilim, tilim. Hayronim, hayronim. Yetolmayman, imkonim yo'q. Uzun yo'llar bo'ldi qisqa. Muhabbatsiz o'lganim yo'q. Janonim, janonim. Sevdim desem kulgandinga, sezdirmayin kulgandinga. Meni yomon suygandinga, sarsonim, sarsonim. Sarsonim, sarsonim. Vasling izlab kim topdi? Mehring izlab kim topdi? Bizga baxt eshik yopdi. Hayronim, hayronim. Zo'r. Juda go'zal ijro bo'ldi. Shu qo'shiqlarni yaxshi ko'rib aytgan. Ha, o'zi bu bilindi ham, o'zi haqiqatan yaxshi ko'rib ijro qilganingiz bilindi ham. Xo'p, Yulduz Usmonova. Nima? Yulduz Usmonovadami? Yulduz Usmonova deganingizda hozir nima keldi? Telbadek sevaman qo'shiqlar bor. Telbadek sevaman. Telbaday o'ylamay sevaman, o'zim o'ylamay. San boqma dalli kabi sevaman bitta sani, aylanay, aylanay. Ashulalarga maza qilaman. Yulduz Usmonova. Zo'r aytishga. Zo'r ijod qiladilar. Sizlar ham xudo xolasa 60 dan oshganingizda ham hattoki shunaqa darajada bu kamdan kam insonga nasib etadigan, kamdan kam san'atkorga bunaqa ulug' yoshda ham bu qadar, hozir adashmasam 2026-yilda 20 nechidir kunlik konsert dasturlarini e'lon qildilar berishini. Kunlar aniq bo'libdi-da. 20 kundan oshiq. Bu katta, juda katta. Ijodkorlarda ular chunki. Shunday. Nodira Subhonova. O'zim keldim. Alam. Alamda hozir yo'q, hech nima yo'q. Nima? Alam. Menda alam yo'q. O'shancha alam haqida bilmayman. Muhabbat. Muhabbat ona. Ko'ylak. Qizil ko'ylagim sen uchun emasdi. Hamdan Sobirovlar Rayhonni duetlikda qo'shiq kelgan. Tasodif. Ana, faqat shuna kelyapti. Qilichbek Madaliyev tasodif. Hamma qo'shiqlar kelyapti. Tasavvur qilib keldim. Tasodifda. O'sha qo'shiq keldi. Oddiylik.
oddiylikda ham o'zim kelyapman hozir. O'zimda kiyinishim keladi. Menimcha bugungi kunda endi bu ertangi kunga nimadir kafolat berish juda qiyin. Hamma baribir qanaqadir darajada baribir o'zgarishlar bo'ladi. Bu iloji yo'q holat. Lekin menimcha ham bugungi kunda eng oddiy san'atkor siz bo'lsangiz kerak. Umumiy hozir qaysidir san'atkorni olib kelib intervyu qilganimizda balkim bunaqa sodda, samimiy, oddiy fikrlar, o'sha borini boricha o'ylamasdan, ko'ngliga nima kelsa shuni gapiradigan inson o'zi ekan. Inson mana ko'chaga chiqib mikrofon tutsangiz balkim umuman san'atga aloqasi yo'q, bir marta ham videoga tushmagan odam ham boshqacharoq ko'nglidagi gapdan boshqacharoq gapni gapirishi mumkin-da. O'ylab topadi. O'ylab topishi mumkin boshqa. Menda mana shu jihati yo'q, lekin yo'qligi men o'ylab topolmayman gap. Agar gap o'ylab topolmasam, o'ylab topishga harakat qilib ko'rsam, gapirmayman. Yo'q, aytmoqchimanki, javobim bo'lmasa o'sha savolga gapirmayman. Ko'ngil. Ko'ngil. Nimaga ketib qolyapti-da men? Qo'shiqqa yo'q. Kompyuteringizga qarab qoling. Ko'ngilda ham. Ko'ngilda. Ijod. Aytgan narsangizda o'sha narsa kelyapti menga, nimada o'tirishim. Kompyuterim tagida o'tirishim kelyapti. Kechir. Yo'q, kechirmayman. Hit. Nima? Mashhur bekdiki siqilma. O'zingiz uchun o'zingizni qaysi qo'shig'ingiz hit hozir mana o'zingiz uchun? O'zim uchunmi? Qo'shiqlar orasida bar bittasi. Oy momajon. O'sha momangizga, buvingizga juda yoqqan ekan shu qo'shiq. Ha, buvim aytishgan. Shuni aytgan ekanlar. Nima qilgan, aytgan deb. Ham Oy momas edi-da u qo'shiq. Yulduz edi. Yulduzlar deb aytilgan edi, keyin buvim yulduz yerga nur sochmaydi-yu, qizim shuni oy qilgin deyishdi-da. Oy qilib aytgin deyishdi, mana Oy momo bo'lib ketdi-da. Bundan keyingi hozir 100 ta qo'shig'im bor deyapsiz-ku, ularni ham bitta-bitta eshittirib ko'ring ularga. Buvim eshittirami o'zi? Buvim rosa e'tiborlilar-da. Ular bilar, ular seza olar ekanlar, demak, qaysidir boshqa tamlagan nisbatan boshqacharoqligini. Nimada? Uncha nima deydi? Nima deydi? Tekitadi-yu. Nima qildi deydi? Tanqidmi? Ha, tanqid. Ko'pincha dadamda ham, ayamda ham tanqidni ko'tarmasligi mumkin-da, lekin buvimnikini ko'taraman. Buvim nima desa, misol ayam bilan tortishim mumkin, tanqid qilsa, "Yo'q, mana shu joyni men shunaqa qilib yozganman. O'zi shunaqa" deyman, lekin buvim aytishganda o'sha gapni ayta olmayman-da. Qachon shu ota-onangiz bilan tortishganingiz uchun afsuslangansiz? O'shanda tortishmasam bo'lar ekan. Bular ham bir narsani bilmasa gapirmas ekan. Ko'p bo'lgan unaqa narsa. O'sha bolalikda ham, keyin yosh katta odam. Hali 60-70 ga kirsam aql bir ketib qolayotgan payt bo'ladi-da. Bo'lib turadi unaqa narsa. Qo'qon, uyim deb o'ylayapman. Ko'zimda oldiga kelgan narsa aytishim kerak, uyim keldi Qo'qondan. Navoiy Ozira keldi. Oziraga ko'p borardik chunki Navoiyda. Yolg'izlik. Yolg'izlik. Bolam. Savol siz. Zo'r. Xo'p, siz bilan suhbatlashib maza qildim, to'g'risi. Nafaqat men, xudo xohlasa hozir bizni ko'rayotgan insonlar barchasi menimcha yozib ham qoldirib ulgurishdi. Bunaqa samimiyat, qo'shiqlar go'zal, ko'ngilingizga nima kelsa shuni gapirishingiz go'zal. Xullas, butun umr shunaqa samimiyat, kutilmagan omadlar, muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Xudo xohlasa nasib bo'lsa, Furqatga ham borib intervyu qilish nasib etsin. Xudo xohlasa uyga borasan. Ha, albatta. Xudo xohlasa.
O'zim siz uyda kutdim. Ha, yo'q. Keyingiga Uyga qoldiramiz. bostirib kelishsa dedim endi yo'q. Bu hali biz ko'p narsani gaplashmadik. Hali gaplashamiz desak, gaplar ko'p. Bu ilk qadam xudo xolasa. Nasib bo'lsa hali boshqa gaplarni uyda xudo xolasa. Shu bostirib boring, men bilmay qolay. Xudo xolasa nasib bo'lsa albatta. O'sha ilk qo'shiqlar yozilgan mikrofonlar, o'sha tiyinga ulab olingan shumi yoki gitara? Birinchi. Yo'q, bu emas, boshqa. Birinchi olgan sintezatorlarim bor. O'shalari ko'rsatib xudo xolasa. Xudo xolasa. Qishlog'ing nomi nima? G'ira qishlog'iga borish nasib etsin. Xursand bo'ldim. Yana birorta qo'shiq aytib beraman desangiz? Qaysi qo'shiq aytib kelyapti? Aytib beray ekan. Ko'ngil nima deyapti? Buvim yaxshi ko'rgan qo'shiqlarni aytib beraymi? Mayli. Ko'p o'tirsak shu qo'shiqni aytib ber deyshadi. Endi kayfiyatni buzishmas. Otam o'tib qolishganda, yaqinda o'tib qolishganda otam o'shanda yozganman. O'shanda yozdim, buvimga eshittirdim, yoqdi. Hozir ham borib qolsak, shuni aytib ber deyshadi. O'shaning uchun o'shani aytay, buvim eshitishadi. Kurtak yozib gulladi bodom, shirin isi taralar har yon. Yuragimga xo'rsinib deyman, bu bahorni ko'rmadi otam. Yana qaytdi qaldirg'ochlar ham, burkab yerni gul chiroqlar ham. Sog'inch yana tirnadi yaram, bu bahorni ko'rmadi otam. Yana qaytdi qaldirg'ochlar ham, burkab yerni gul chiroqlar ham. Sog'inch yana tirnadi yaram, bu bahorni ko'rmadi otam. Bu bahorni ko'rmadi otam. Kulgan bilan kuygan dilim bor, yuragimni ezganim bekor. Buncha gullar ochmasa chiroy, bu bahorni ko'rmadi otam. Buncha gullar ochmasa chiroy, bu bahorni ko'rmadi otam. Yosh boladay beg'ubor edi, yuzi kular beozor edi. O'tgan bahor yonimda edi, bu bahorni ko'rmadi otam. Bu bahorni ko'rmadi otam. Katta rahmat. Buning uchun aytib beraman. Umrlar uzun bo'lsin buvijoningizlar. Bizni ko'rayotgan bo'lsalar, alangalik salomlarimiz. Xo'p, bizni tomosha qilayotgan barchaga, muxlislaringizga, Intro-TVni kuzatuvchilariga, hammaga tilaklaringiz, niyatlaringiz, nimadir ayta olmay qolgan gapingiz bo'lsa, ularni ham bemalol aytsangiz bo'ladi. Barcha muxlislarimga sog'lik, salomatlik tilayman birinchi o'rinda. Endi farzandi borlarga, misol farzandini baxti kamolini ko'rishini tilayman. Ular ichim endi yaxshilikda, faqat yaxshi bo'lsin, sog' salomat bo'lsin. Tinch bo'lik, yurtimiz tinch bo'lsin ilohim. Sizni ham doim omadingizni bersin. Rahmat. Sizni kutganlar ko'p kuttirmang. Intervyu oling. Albatta. Shunaqa. Yana nima desam? Keyin kimlarga rahmat aytmoqchisiz? Shuni ham aytib qolsangiz bo'ladi. Dadamga rahmat aytaman birinchi o'rinda. Dadam meni qo'llagani uchun, keyin shuni qilmaysan demaganliklari uchun dadamga, ayamga, ayam doim yonimda.
Allohga shukr. Buvijonimga, ustozimga, mana Nizomiddin Bozorovga. Ko'p yonimda odamlar ko'p, barchalariga rahmat. Borligiga shukr. Shunaqa. O'zingizga ham kattakon rahmat. Ijodingizga ko'z tegmasin. Aytar ekan u yanada go'zal qo'shiqlar insonlarni xayoliga ham kelmagan, tushiga ham kirmagan qo'shiqlar tilab qolaman, xudo xohlasa nasib bo'lsa. Men endi qandaydir ko'p narsa kutyapman sizdan. Xayrli bo'lsin. Ilohim. Ijod borasida juda ko'p narsa, ulkan bir parvozlar kutyapman. Qandaydir hech kimga o'xshamagan ovozingiz bor, dard bor, eng muhimi o'sha yurak bor. Xudo xohlasa nasib bo'lsa bir narsalar bo'ladi. Xudo xohlasa. Inshaalloh nasib bo'lsa. Gaplashamiz. Albatta. Hali ko'p intervyular qilamiz. Xudo xohlasa. Bu kunni ko'p eslashamiz nasib bo'lsa, xudo xohlasa. Kattakon rahmat. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, umringiz uzun bo'lsin. Sizlarga ham kattakon rahmat. Hozir kadr ortida onalari va prodyuserlar turibdi. Kattakon rahmat tashkilotchilik uchun, vaqt ajratib kelganlaringiz uchun issiq kunlarda. Bahor bo'lsa ham qarang, havo issiq, juda issiq. Menga bilinmaydi. Shunaqa, salomat bo'linglar. Mayli, Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling.